Hurmatli fuqarolar, so'nggi vaqtlarda kiberfiribgarlar fuqarolarimizga +988 kodi bilan boshlanuvchi raqamlardan qo'ng'iroq qilib, o'zlarining ichki ishlar organlari, prokuratura, bank yoki boshqa davlat tashkilotlari xodimi sifatida tanishtirib, rasmiy ohangda gapirib, shoshiltirib qo'yishga urinmoqdalar. Firibgarlarning asosiy nayranglari: biz ichki ishlar organlari xodimimiz. Sizga nisbatan tekshiruv olib borilmoqda. Biz tez tibbiy yordam xodimlarimiz. Yaqiningiz yo'l transport hodisasiga uchradi. Biz bank xodimlarimiz. Sizning nomingizga kredit rasmiylashtirishga urinishmoqda. Shu yo'l bilan jinoyatchilar bank kartasi ma'lumotlarini, SMS kodlar, parollar va shaxsiy ma'lumotlarni qo'lga kiritishga harakat qilishadi. Hech kimga shaxsiy ma'lumotlaringizni taqdim etmang. Agar sizdan yuqoridagi ma'lumotlarni talab qilinsa, darhol suhbatni yakunlang. Firibgarlar bitta qo'ng'iroq orqali sizning pullaringizni o'zlashtira olmaydi. Ular faqatgina sizni ishontirish orqali o'z tuzog'iga tushirishlari mumkin. Hushyor bo'ling, o'zingiz va yaqinlaringizni asrang.